Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana xudo xohlasa YouTube'ga birinchi qo'ygan videoyim mana shu bo'ladi. Ochig'i atlanonga e'tibor bermaysizlar, yomg'ir yog'yapti. Bir amallab ustimda qanday qoldim, kameralarda ham ozgina ko'rayotgan bo'lsalaring suv. Lekin men Qirg'izistonga, ya'ni umrimdagi birinchi chet davlatga chiqishim va aynan mana shunaqa atmosferaga chiqdim. Atmosferaga ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Har bitta insonga, har bitta odamga bu joylarga kelishni tavsiya qilaman. Sababi ishoninglar, bu joy sizlar kutganlaringdan-da nima deydi? Juda ham boshqa atmosfera. Bu narsani telefon yetkazib bera olmayapti-da. Men har xil ranglarni chiqarib bera olmayapti. Hozir men ko'rib turgan atmosferani agar sizlar ko'radigan bo'lsalaring, ishoninglar, ochiqni aytsam, hayotga bir marta kelasizlar. Bir marta kelamiz. Ayni mana shu imkoniyatlardan foydalanib, mana shu bo'ladigan atmosferalardan foydalanib, biz bu narsalarni ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Iloji boricha ko'proq sayohat qilishimiz kerak. Xudo yaratgan mo'jizalarni biz ko'proq ko'rishimiz kerak. Shu uchun aynan mana shunaqa atmosferaga bo'lib ham birinchi sayohatim mana shunaqa Qirg'izistondagi taxminan 3000 metr balandlikdagi yer yuzidan, dengiz sathidan 3000 metr balandlikdagi joydamiz. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Kadrlar bilan iloji boricha sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman, lekin chiqqanicha ko'rasizlar.